Betis. Doğmadı. Niye? Hiç olmaz o yani. Yaxshilik qo'pol. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Xudo xolasa mana biz har doimgidek metro Kotelnikiga mana inshaalloh kechki 8 ga mana yetib keldik. Akalarimiz bilan birga 1,5 soatga deganga borib qaytib keldik Rovnaga. Rovnadan yarim soat oldin desak ham to'g'ri kelaveradi. Inshaalloh do'stlar. Mana biz hozir dal moment Moskva ko'rib turganlaringizdek. Do'stlar kirdi chiqdi bemalol bo'lyapti. Reyestrga tushganlar va kartasi zablokirovka bo'lganlar hammasi bemalol borib kelinyapti. Dokumenti yo'q akalar ham hamma borib kelyapti. Xavotirga o'rin yo'q. Bemalol ekrandagi nomerlarga zvonok qilaverasizlar. Xizmatlar bo'lib turibdi har 3 sutkaga bir marta do'stlar. Kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolasa akalarimiz bilan bir salom qilamiz. Qanday kelishdi? Mana do'stlar, har doimgidek akalarimiz bilan aka qandaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Yurtdoshlarimiz O'zbekiston, Tojikiston biz kuzatib turgan. Borib kelish qanday bo'ldi aka? Juda go'zal, juda chiroyli. Qiyinchiliklar bormi? Yo'q. Maza borib kelib o'ynab ko'rib. Uyqular zo'r bo'ldimi? Uyqular maza qildi. Yo'llarda damlana olib, hattoshi og'iz ochgungacha 1-2 soat, 3 soat uxlab maza qildi aka. Ro'zalarda o'tib bexavotir ilhom qilaverasizlar inshaalloh. Akam xizmatingizda 100 ga 100 inshaalloh qaytib kelasizlar. Inshaalloh. Avvalambor Xudo, Alloh ko'rib turgan. Rahmat aka. Inshaalloh akam mashinasi shu. Doim kelib turasizlar. Inshaalloh o'zi Dakansa olib boradi Qozog'istondan. Vaziratini olib kelib Dakansa Rossiyaga kirib keladi inshaalloh. Rahmat. Uzunma, vitesi uzunma. Birinchi marta borib kelishasiz, chegaraga? Birinchi marta YouTube'dan topib gaplashganmiz. Pulida razisi deb o'ylaydiganlarga bitta maslahat topolmadi. O'sha 1000 rubl, 2000 rubldan tortishmadi. Mana Dakansa olib borib keladi. Biz xuddi aneda boshqa mashinaga mindiradi, do'q qurib, chiqarib alginaqa baqi chaqillarni ham quritdi aka. Vaqt kelganda u ham bulutdi, vaqt kelganda normal bilan olib borib keldik aka. Lekin Dakansa olib boradiganlari 1-2 ming so'mga qiyishmani pul akalar. Rahmat. So'fchilikda bizdan pul qo'yib ketadi akalar. Lekin Dakansa Sardor aka. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Yaxshi keldingizmi? Reyslar zo'r bo'ldimi? Inshaalloh. Xursandmiz aka? Super. Bundan O'zbekistonga uchun mujiklar Ozarbayjonga to'j. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Qanday keldingiz aka? Hammasi joyigami? Xursandmisiz? Yaxshi mana. Bo'pti, maza Xudo panohiga inshaalloh. Mana bu yerga jigarlarimiz. Aka qandaysiz? Zo'rmisiz? Mana bak qochganni qara. Qanday bo'ldi aka kelishlar? Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Kishini ham olib qo'ying bitta. Qiynalmanlarimiz hammasi joyigami? Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Kelishlar qanday bo'ldi aka? Yaxshi keldik. Xursandmisiz? Davolanmisiz aka? Xursandmiz. Hamma ishlarimiz sotdi. Bo'ldi, yangi bo'ldik. Rahmat aka. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mayli mana do'stlar, akalarimiz bilan borib qaytib keldik. Har doimgidek metro Kotelniki. Inshaalloh yaxshi kunlar ko'rishgunga deb qolamiz, mayli. Do'stlar, kuzatishga davom etingizlar inshaalloh do'stlar. Reyestrga tushganlar hammasi bemalol kirishdi bo'lyapti. Inshaalloh har 3 sutkaga bir marta reys bo'lyapti. Kuzatishga davom etingizlar do'stlar. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishingiz deb qolamiz.